qaysi kerak? Ya'ni strategiya qo'yish uchun eng asosiy savollar mana bu bo'ladi. Biznes strategiya, biznesga strategiya qo'yish. Ha, biznesga. Chunki masalan hozir strategiyada aytishimiz mumkin juda ko'p gaplarda, lekin bor kompyuter oldida nima yozaylik, masalan qanaqa savollarni yozaylikda keyin unga javob qidiradi. Xo'p. Bilmayman, men o'zimizni eng to'g'ri deb bilmayman. Bizda qanaqa chiqdi tushuntirib beraman. Ya'ni biz o'zimiz hozir 2026 strategiya qo'ymayapmiz. Bizda hozir faqat maktab bor-ku, maktabda biz yozib qo'yamiz. Bu yil sentyabrda boshlandi va yozda tugaydi. Qanaqa qo'yamiz? Ya'ni nima qanaqa turadi bizda? Hop, boshida birinchi boshlagan paytimda оборот, o'quchi soni, foyda shunaqalar turardi. Birinchi mana shu yerga erishishimiz kerak degan narsalar turardi. Hozir ham bor ular, lekin men ikkiga bo'lib olganman o'zimiz uchun. Ya'ni ikkiga bo'lish qanaqa desa, hop, mana bu yerda biza indikatorni bossak, indikator bo'ladi. Hop, mana bu yerda o'tgan yilga, masalan 25 tugadi, 25 ga nima edi? Qanaqa edi? Mana bu 26 qanaqa? Bo'lmayapti. Xo'p, mayli, mana shunda tushuntirib, indikator turadi. Mana bu 25, 26. Qanaqa edi? Men nima xohlayapman? Va faktorlar ikki xil. Mana bu holatda ikki xil. Bu опережающий faktorlar va orqadan qo'llab oluvchi faktorlar, ya'ni ergashuvchi faktorlar, yetaklovchi faktorlar, yetaklovchi faktorlar va ergashuvchi faktorlar. Va indikator qo'ygan paytimda indikator ko'rsatkich deylik. Mana 25 ta qanaqa edi? 26 ga nima xohlayapman? Strategiyamizda, bu yilga. Va o'sha faktorlar oldin оборот edi, o'quvchi soni edi, foyda edi. Bunaqa qilamiz, filiallar soni bo'lishi mumkin. Hozir o'zgardi. Hozir demak yetakchi faktorlar. Bu nima desa, birinchi o'ringa biz ota-ona roziligini qo'ydik. NPS qo'ydik. Ota-ona mendan qanchalik rozi? Va 3 yildan beri oshirib kelyapmiz bu faktorni. Deylik 62% bo'lgan bo'lsa, bu zadacha qo'yamiz 72 ga chiqish kerak. Keyin NPS. Xodimlar bizda qanchalik sen ham ishla o'rtoq, bu zo'r joy ekan degan anaqani aytadi. Mirav ko'rsatkich 70 ekan. Ya'ni 70 dan baland bo'lsangiz yaxshi kompaniya hisoblanar ekan. Biz birinchi ochilganimizda 55 dan boshladik, 68 misol. Hali Mirav standartga chiqmadi. Endi bu yilgi zadachamiz demak yozda qo'ysak kerak. Buni 75 deb qo'yamiz taxminan. Ya'ni o'sha eng yaxshi kompaniyalar deylik, o'sha masjidga ishga kir, maktab sohasida shuni ishlasang yaxshi bo'ladi degan faktorga chiqishimiz uchun. Keyin mana bu churn bor. Ya'ni o'quvchi ketishi. Deylik hozir bizda 89% o'quvchi yildan yilga o'tyaptimi? Dunyo standartida 94%, eng zo'r maktablar, xususiy maktablar. Mana bizda bu bor ko'rsatkich. 81 dan boshlaganmiz. 89 ga chiqdikmi? Demak 90 misol uchun 2. Bu ham oпережающий faktor. E'tibor bergan bo'lsangiz, hammasi produkt. Ya'ni ota-ona mendan bola qanchalik xursand, mendan ketib qolmayapti maktabimdan, xodimlar qanchalik ishlayapti, ya'ni xohlab ishlayapti, nafaqat ishlayapti. Bu NPS promoter score, ya'ni sen ham ishlayapti, okey. Bu yaxshi degan narsani aytyapti va ota-onalar bir-biriga o'zaro qanchalik tavsiya ketyapti. Bu oпережающий faktor. Endi bu o'zi yaxshi bo'lsa, keyin ketidan quvlaydigan faktor bor. Quvlaydigan faktor o'sha оборот bo'lishi mumkin. Ya'ni aylanma deymiz o'zbek tilida. Aylanma bo'lishi mumkin, foyda bo'lishi mumkin, o'quvchi soni bo'lishi mumkin. Bizning holatimizda. Mana shu indikator bo'ladi. Keyin uyga ketganlarga oyma-oy qanaqa taktikada shunga chiqamiz shu raqamda. Biz hozir mana bu yerda harakat qilmaymiz yetaklovchi faktorga. Birinchi yil harakat qildik, faqat bo'ldi. Ya'ni birinchi yil qildik, mana waterline-dan o'tdik, ya'ni 0 nuqtaga chiqdik. Mayda foyda qildi. Endi biz har yili strategiyamizda mana buni oshiramiz. Va bu o'zi Bill Welch gapi bor-ku, score takes care of itself. Ya'ni 9A komanda kapitan bo'lib qoladi, trener bo'lib qoladi. Birinchi, ikkinchi yil faqat shu oпережающий faktorlarga qaraydi. 3-yilgacha. Va komandaga tuzish boshlaysiz boshida. Chunki
chunki biz buni boshida qilgan paytimizda tabiiy xodimlar nima xohlaydi? Deylik, kichkina masofa xohlash mumkin, alohida parkovka xohlash mumkin, o'ziga alohida xona xohlash mumkin, bolalar ham laboratoriya xohlash mumkin. Profit kamroq chiqadi. Shunaqa bo'ldi ham. Kamroq chiqadi, lekin bu bitta bir tushirsangiz hozir nimalar? Ya'ni industriya normasi misol uchun 100 bo'lsa, bizaniki 120. Chunki do'stlarimiz bilan gaplashib turamiz. Mana bu balandlik uchun. Keyin har bitta biznesda o'zi demak mana shunaqa ko'rsatkichlar bor. Mana bu universal. Hamma ko'rsatish. Bizda ham endi o'lchash usulimiz bor buni. Mana shu ularni qo'yamizda, mana shuni oshirishimiz kerak. Ya'ni xodimlar rozi bo'lsin, ota-onalar rozi bo'lsin, foydalanuvchi rozi bo'lsin va mijoz rozi bo'lsin. Chunki foydalanuvchi bilan mijoz doim bitta emas.